Halol opa, nima qilyapsiz? Bormisiz? Ha, rakvinam buzilgan edi. Shaqir shuqur sovuq o'tdi shunga. Kim tuzatib beradi deb odam qidirayotgan edim. Siz chiqib qoldingiz. Bo'ldi opa, men o'zim yordam beraman unda. Ketdik unda. Opa, bu buzilmagan-ku. Sizni qo'llaringiz sehrli ekan, bir deganda tuzalib qoldi. Opa, sizga yana nimadir yordamim tegadimi? Yo chiqib ketaveraymi? Ulug'bekjon, bu ishlar hammasi erkakning ishi. Bir erkak topsam yordam beradi-da. Ha, opa bir o'ylab ko'ring-chi, o'zi qanaqa erkak qidiryotdingiz? Sizdek bo'lsin. Kim desam ekan, kim opa? Ahmad bor magazinchi aytgancha. Menga o'xshaydi как раз bo'ladimi? Yo'q. Xuddi sizdek bo'lsin. Topdim. Husayn bor. Yoshligimdagi o'rtog'imchi, xarakteri ham xuddi mendiki. G'alcha. Yo'q, ismi ham Ulug'bek bo'lishi kerak. Tak, Ulug'bek. Opa, hech kim kelmayapti-da aqlimga. G'alcha, atang qilyapsanmi? Bor uyimdan chiq. Yo'q opa, nima qildim men, tushunmadim. Bu yoshgacha qanday yashagan ekan? O'zini tushunmaganiga oladi, g'alcha. Opa, Voy, men endi tushundim sizni. aniq tushundingizmi? Siz anu qassob Ulug'bek ekanini aytyapsiz-da? Chaqiring. Pashon, naq.